Hammaga assalomu bolalar. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz horror bo'ladi bolalar. Anchadan beri horror chiqarmagan edik. Shu uchun bugungi video qiziq bo'ladi. Demak, qani ketdik videoga. Video boshlandi. Haydi, sol. Bu speedrun emas, bu speedrun emas, bro. Bu horror video, bro. Haliyam gapimga kirma. Zig'irchayam qo'rqqanim yo'q. Nima? Qo'rqadi bo'ldim mana. Parvizda chaqirganim sababi zerikkanim uchun, qo'rqqanim uchun emas. To'g'ri qo'rqyapman deb chaqirdim, lekin qo'rqyapman demagandim, balkim kirmas edi. Bu mana ba'zan bo'lgani uchun admin o'zimman bola. Ko'p narsalar bor ekan, har xil o'liklar. Hojatxonalar ham ko'p ekan. Короче, bugungi video qiziq bo'ladi. Hali biz uyda topishimiz kerak. Tunnel qaydaligi esimda yo'q. Tunnel qayda ekan? Buni birinchi o'zim Shoha Play'da jamoasida bo'lgan paytlarim o'ynaganman. Parvizam o'ynagan ekan oldin. Hali ham qiziq narsa topganimiz yo'q. Uylarda o'marish bilan bandman. Так, tezroq topishimiz kerak. Hojatxona. Как раз kirishim kerak edi. Video ham cho'zilib ketgan. Короче, anchadan bundan uzoq video oldim. Bo'lmagan deb o'ylayman. Так. Yana nimalar bor ekan? Qiziq narsalar ekan. Takan. Quduqdagi o'liklar chirikkan. Ani qodiraliga tegib ketdim. Videoni kuzatib tashlaymiz. Tak bolalar, uyni ham topdik. Haqiqiy sarguzashtlar endi boshlanadi. Parviz orqada qolib ketdi. Bu kim edi bu? Qodirali? Parviz qarang, bizdan qarz olgani qayu, ketdi. Qarzimizni qaytarib olamiz. Sizdan 200, mendan 200 oldi. Sizdan Parviz mana qarzini olgan esda uchib ketyapti. Parviz qarzni qaytarib olgan. Короче, uyga kirganimizdagi lavhalardan boshlaymiz. Mana bu eplab uyga kirib o'rdik, lekin bizni qamab qo'yishdi. Menimcha tezda ochilib ketsa kerak. Ochilib ketdi. Bu yerda nimalar bor ekan? Kitob bir tiyin qilaman, ovqat, boltani oldim. Uyda bir aylanib chiqishlikcha bir ekskursiyamizni tezlashtirib o'raman. Minecraft men yutqizib qo'yayotgan payt. Ko'p narsalar bor ekan. Sayohat ham qilib chiqdik. Video ozgina tez, chunki video katta bo'lib ketdi. Mana u jonga tegdi mashinaga. Urish kerak, buni urish, azoblash kerak. Zomin yo'q qil dushmanlarni, umriga zomin bo'l deydi. Ancha qiziq narsalar bor ekan. Bu birinchi qism videoning ikkinchi qismi 50 likedan keyin chiqsa kerak.
Yana bilmadim. Menimcha 50 ta like. Menimcha yig'ib bera olasizlar. Oldingi videoda 70 ta like yig'ib beruvdinglar. Ali server haqidagi videomda. Tak, yaxshi narsalar topish qiyin-da. Qancha aylandik, lekin mana katta kallalarni mega-megalardan boshqa narsa topmadik. Tak, qancha bo'ldim? Nesiri taslaqadaman yana. Nimaga bular meni qo'ylayapti desanglar, men Parviz saqlab qolmoqchi. Bular meni qo'ylasa Parvizga tegmaydi. Uzoqroqqa ketsam Parviz qochish imkoni bo'ladi. Lekin Parviz meni oldimga kelib oldi. Mayli, hammaga xayr bolalar. Keyingi video 50 ta like'dan keyin chiqadi. Yig'ib berasizlar degan umiddaman.